Urilgan holatdagi Cobalt'ni mashq holatda sotib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Hammaga emas bunaqa qattiq udarlarni sotib olish. Biz usta bo'lganligimiz uchun shunaqa mashinalarni olib ta'mirlaymiz. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Oldin o'rdasidan nihoyatda qattiq urilgan motor korobkasi tushib qolgan. Ko'rishinglar mumkin, kapot kurli, oldi pistolet, laboviy stoykalarga udar bo'lgan, tomlarni ko'tarib yuborgan, oldi eshigi udar davomida chiqib ketgan. Ko'rishinglar mumkin, juda ham qattiq urilgan. Salon holatiga o'tamiz. Udar zo'r bo'lgan, lekin airbag otmagan. Bilmadim nimaga otmagan. Bilganlar kommentariyada izohlab qoldiringlar. Bu yonlari chotki ideal turibdi. Bu tomonlariga o'tamiz. Hech narsa qilmagan, lekin udar zo'r bo'lganligini hisobiga bu yoqqa miyachini berib yuborgan. Oldi krilosigacha ham but-butun turibdi. Bu mashinamiz yil 2021-yil mexanika Cobalt va ushbu mashinani mashq holatda sotib olganmiz. Bilasizlar, biz butun O'zbekiston bo'ylab pachoq mashinalar olamiz. Bemalol murojaat qilinglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Yaxshi narxlarda avariyli mashinalarni vodiy voha bo'ylab borib olib ketamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.